Janubiy shahar metro loyihasi. Bor kuchimizni ishga soling. Loyiha byudjetini 30 milliardgacha ko'paytiring. Nima qilib bo'lsa ham Yefandan o'zib ketishimiz shart. Xo'p bo'ladi. Hoziroq shug'ullanaman. Janob Lyu, xavotir olmang. Endi qo'limizda ushbu loyihani amalga oshirish uchun eng zo'r ustiga ustak bizning moliyaviy va insoniy resurslarimiz Yefannikidan 10 barobar ko'p. Undan o'zib ketish biz uchun hech gap emas. To'g'ri, Suvxonim haq. U yigit hatto o'z rejasiga egalik qila olmaydi-ku. Yana yaxshi loyiha qilib biz bilan raqobatlashmoqchimi? Bu shunchaki xom xayol. Oy, orqa eshikdan kirib olgan bir yigitchada siz bilan raqobatlashishga uning qurbi yetarmidi, janob Lyu? Boshliq, haligi yo'qolgan hujjat. Butun kompaniyani qidirib chiqdim, lekin topa olmadim. Kim olganini bilish uchun kuzatuv kamerasini tekshirib ko'raylik. Keragi yo'q. Kim olganini bilaman. Nima? Tijorat hujjatlarini o'g'irlash jinoyat? Uni hibsga olishlari uchun politsiyaga xabar qilaylik. Shart emas. U o'zini o'zi fosh qiladi. Boshliq, bir narsaga tushunmayapman. Shunday muhim hujjat yo'qoldi-yu, nega siz umuman tashvishlanmayapsiz? Chunki u hujjatda katta miqdordagi zarar bor. Undan foydalanishga jur'at etgan odam aniq ziyon ko'radi. Yashasin, yashasin, yashasin! Bu dastlabki 3 kunlik hisobot. Biz allaqachon 1 milliarddan o'tdik. Eshitishimcha u omadsiz Yefanda aylanma mablag' hatto 100 million ham emas ekan. Janob Lyu, bugungi aylanma mablag' natijalari chiqdi. 2 milliarddan oshdikmi? Yo'q. Nima? Nima gap? Nega bugungi aylanma mablag' bor yo'g'i bir necha yuanni tashkil qilyapti? Janob Lyu, yillik yakuniy yig'ilish tayyor. Otangizni ham taklif qildim. Natijalar haqida hisobot berganingizdan keyin u kishi sizni albatta mukofotlaydi. Kim senga o'z boshimchalik qilishga ruxsat berdi? Janob Lyu, axir bu ajoyib imkoniyat-ku. Odamlar oldida o'zingizni ko'rsatib, oldin yo'qotgan obro'yingizni qaytara olishingiz mumkin. Otangiz buni bilib juda xursand bo'ladi. Sen Oy, janob Lyu. Sizga nima bo'ldi? Nima bo'lyapti? Bu nimasi? Nega bugungi aylanma deyarli 0 ga teng? Nimaga? Janob Lyu, Yefan odam yuborib yillik yakuniy yig'ilishda faqat bizni kutayotganini aytdi. Hammasiga sen aybdorsan. Yaramas, meni butun kompaniya oldida sharmanda qilding. Yo'q, Janob Lyu, meni eshiting. Seni o'ldiraman. Janob Lyu, O'ldiraman seni. Janob Lyu, meni eshiting. Biz Yefan bilan bir xil rejadan foydalanyapmiz. Qolaversa bizda guruhning eng yaxshi resurslari bor. U zarar ko'rmasligi mumkin emas va bizning natijalarimiz baribir unikidan yaxshiroq bo'ladi. Menga ishoning. Hammasi yaxshi bo'ladi. Rostdanmi? Ketdik, borib ko'ramiz. Boshliq, guruh tashkil topgandan beri hali bunchalar katta aylanma va foyda bo'lmagan. Bu ma'lumotlarni e'lon qilsangiz albatta katta shov-shuvga sabab bo'lgan bo'lardi. O'zingni kim deb o'ylayapsan? Ma'lumotlar hisobotida allaqachon eng oxirgi o'ringa tushib qolding-ku. Yana kulishga balo bormi? Janob Lyu, shunchalar zo'r ekan, demak sizning natijalaringiz biznikidan ancha yuqori bo'lsa kerak-a? Albatta-da. Men ishga kirishdimmi, sendek omadsizdan 100 barobar yaxshiroq bo'laman. Ha, shunaqami? Xayriyat, biz so'nggi lahzada rejani o'zgartirgan ekanmiz. O'sha boshda bekor qilingan rejadan foydalanganimizda Janob Lyudan 100 barobar orqada qolib ketar ekanmiz. Bekor qilingan reja? Ha, juda katta zarar keltiradigan tashlandiq bir rejani qandaydir ko'zi ko'r odam o'g'irlab ketibdi. Uni ishlatdimi yo'qmi? Bilmadim, ochig'ini aytsam. Nima? Nahotki Linhay o'g'irlab kelgan reja o'sha bo'lsa? Tamom bo'ldik. Janoblar, bu gal ikkita bo'lim bir vaqtning o'zida bitta loyiha ustida ishladi. Endi 2 vakilni sahnaga taklif qilamiz. Janob Lyu rostdan ham bulg'ayibdi. Bu yil sahnaga chiqib yillik yakunlarini sarhisob qilishga ham jur'at topdi. To'g'ri, bu oxir ikkinchi aktyorning o'g'li. Agar jiddiy yondashsa, albatta eng yaxshisi bo'ladi.
Nima? Boshliq yening natijalari e'lon qilinishi bilan kompaniya aksiyalari darhol eng yuqori cho'qqiga ko'tarildi. Bu Yefan o'zi qayerdan paydo bo'ldi? Hatto asoschining o'zi ham bunchalar yorqin natijalarga erishmagan edi-ku axir. Eshitishimcha, u ilgari shunchaki g'isht tashuvchi bo'lgan ekanmi? G'isht tashuvchi? Hazillashyapsanmi? E'lon qilaman, shahar janubidagi metro loyihasi bo'yicha musobaqada Yefan 30 baravar ustunlik bilan g'alaba qozondi. Tasanno. Bu mumkin emas. Aniq sen yaramas nayrang ishlatgansan. Soxta natijalar, soxta ma'lumotlar. Yutqazdingmi Tano? Esimda, yutqazgan odam hammani oldida tiz cho'kib, g'olibni dada deb chaqirish kerak edi. Siz ulug'vor janob Liu o'z so'zingizdan qaytmoqchi emassiz-ku, to'g'rimi? Men Yefan, o'zingni kim deb o'ylayapsan? Janob Liuni tiz cho'ktirishga hadding sig'yaptimi? mardning so'zi qonun. Nahotki ikkinchi aksiyadorning oilasi mard bo'lmasa, sen Dada, Nima? Balandroq gapir, eshitmayapman. dada. Ay, Yaramas nodon. Janob Liu, u otangiz ko'z o'ngida sizni hammani oldida haqorat qilyapti-ku. Uni gapiga nega quloq solyapsiz? Janoblar, bu natijalar hisobotini mana bu odam o'g'irlagan. U menikidan o'g'irlagan. Ajdardan ajdar tug'iladi. Qaqnusdan qaqnus. Sichqonning bolasi esa faqat yer kavlashni biladi. Direktor Liuning qo'llovi bilan janob Liuda bunchalar yomon natija bo'lishi mumkin emas. Aniq bu sassiq tashuvchi pastkash usullarni qo'llagan. menimcha u janob Liuning rejasini o'g'irlab, natijalarni o'zlashtirib olgan bo'lishi mumkin. Ha, xuddi shunday qilgan. Hamonki hammada shubha bor ekan, kelinglar. Bosh menejerni chaqirib, kuzatuv kameralarini tekshiramiz. Shunda hammasi oydinlashgan bo'lardi. Tamom. Linhay rejani o'g'irlayotganda kameraga tushib qolmaganmikan? Janoblar, guruhning kamera yozuvlari shu yerda. Kim aslida nayrang qilganini hoziroq bilib olamiz. Demak, boshliq yeni rejasini Linhay o'g'irlagan ekanda. U janob Liuning qo'l ostidagi xodim. Aftidan bu ishni qilishni unga janob Liu buyurgan. Yomonlik qilgan jazosini oladi. Guruh ikkinchi aksiyadorning o'g'li shunday uyatsiz ishga qo'l ursa-ya, sharmandalik. Men hech qachon bunchalar qattiq sharmanda bo'lmaganman. Sen nonko'r o'g'ilsan. Dada, eshiting. Rejani o'g'irlash bu ishni rostdan ham men qilmadim. Menga hech narsani tushuntirma. Uyga borganda sen bilan gaplashib olamiz. Tezda uyga bor. Dada menga ishoning. Bularning hammasini Linhayning o'zi qilgan. Meni bunga umuman aloqam yo'q. Dada. Haligi janob, men Agar janob Liuni aralashtirishga jur'at etsang, butun oilang qirilib ketadi. Janob Liu, bu ishda men guvohlik berishim mumkin. So'nggi paytlarda janob Liu loyiha bilan juda band bo'lib, Linhay bilan ko'rishga vaqti bo'lmadi. Bularni barini uning bir o'zi qilgan. Janob Liuni bunga aloqasi yo'q. Umuman. Ha dada, rostdan ham mening aloqam yo'q. Bu odam janob Liuga tuhmat qilib loyihani barbod qilmoqchi bo'lgan ko'rinadi. Menimcha uni zudlik bilan Sheytan guruhidan haydash kerak. Haydasin! Janobiya, nima deysiz? Hamonki hamma bu zarar kunanda haydalishni istayotgan ekan, men albatta ko'pchilikni xohishiga qarshi bora olmayman. Shayton yo'ldan urdi, ko'zim ko'r bo'lib qoldi. Boshliqqa, mardlik qiling, menga so'nggi marta imkoniyat bering. Senga imkon berib bo'lganman. Unutdingmi? Janobiya, og'ayni fan, biz shuncha yil sinfdosh bo'lganmiz, maktab davridagi do'stlikni unutib bo'lmaydi-ku. Iltimos menga shafqat qiling. Sinfdoshlar uchrashuvida o'sha do'stlikni ro'kach qilib meni kamsitganding. Qayerga yo'qolsang yo'qol endi. Yaramas bola. Biz hali ko'rishamiz. Yillik yakuniy yig'ilishni yopiq deb e'lon qilaman. Seni Shengchang guruhidan haydashdi-ku, bu yerda nima qilib turibsan? Men boshliqga bilan har holda ko'p yillik sinfdoshman. Eski do'stim muvaffaqiyatga erishdi. Qarsak chalib, tabriklab qo'ysam, maylimi? Unda janobiyadan so'rab ko'rchi, unga soxta qarsaklaring kerakmikan? Yefan, nega hatto Shengchangning bosh menejeridek buyuk shaxs ham seni buncha ko'klarga ko'taryapti? Sen aslida kimsan o'zi? Men albatta uni yonida qolish yo'lini topishim kerak. Yefan, to'xta.
Nima gap? Sen nega Shengtian guruhidan chiqib kelyapsan? Nima Shengtian guruhining ishlarini ham sen tashiydigan bo'ldingmi? Men bu yerning xodimiman. Nega bu yerda bo'la olmas ekanman? Bu yerga kelish senga emas. Bir-ikki kun g'isht tashib Shengtian guruhining xodimi bo'lib qoldingmi? Men bu yerda janob Lin Hayni kutib turibman. Lin Hayni? U Shengtian guruhiga janob Liuning aloqalar orqali kirgan, kirishi bilan darhol rahbar bo'ldi. U qiymati 10 milliardlik janubiy shahar metro loyihasi bilan shug'ullanyapti. U shunaqa zo'r odam. Endi qo'rqdingmi? Sendek omadsiz yaxshisi menga yalinganing ma'qul. Balki kayfiyatim yaxshi bo'lsa, janob Liudan senga yana biroz ko'proq g'isht tashishingga ruxsat so'rarman. Unga ayt. Men uni boshlig'imman. Imkoniyatni u menga emas, men unga beryapman, bilib qo'y. Sen oddiy hamol janob Linning boshlig'imizsan. Buni qarang-a, o'zingni kim deb o'ylayapsan? Janob Lin, nihoyat ishdan chiqdingiz. Ishda ushlanib qoldim. Janob Lin, hozirgina bu nusxa o'zini sizning boshlig'ingizman dedi. Men uni to'xtatib qoldim. Unga bir dars berib qo'ying. Janob Lin, hozirgina bu nusxa o'zini sizning boshlig'ingizman dedi. Uni to'xtatib qoldim. Unga bir dars berib qo'ying. Ozingiyam. Janob Lin, sizning 10 millionlab pulingiz bor. Shengtian guruh rahbariyatidasiz. Bu bolakaydan nimaga qo'rqasiz? Qolaversa biz kelishib olgandik-ku. U shunchaki oddiy ishchi, o'zini Shengtian xodimi qilib ko'rsatyapti, xolos. Bir g'isht tashuvchi bo'lsa. Yo'q, u avval aytgan hamma gaplar rost. Rost? Voy, qanaqasiga? U shunchaki g'isht tashuvchi qora ishchi-ku. Qanaqasiga muhim shaxs bo'lsin? Yefan, janob Linni qanday aldaganingni bilmayman, lekin eslab qol. Janob Linni oldida sen bor yo'g'i pastkash, jirkanch g'isht tashuvchisan. Menimcha bu yerdagi asl chiqindi bu sensan. U ham. Yo'q, janobiya, sizni u haqorat qilmoqchi bo'ldi. Meni bunga zarracha aloqam yo'q. Jazolamoqchi bo'lsangiz uni jazolang. Janob Lin, nima bo'lyapti? Nega bu pastkash g'isht tashuvchining oldida bunchalar egilyapsiz? Og'zingni yum dedim, senga aytyapman. Shengtian guruhida janobiya mening boshlig'im. Unga hurmat ko'rsatishim tabiiy hol. Ustiga ustak, qilgan xatoim tufayli kompaniyadan haydaldim. Faqat janobiyadan kechirim so'rasamgina Shengtianga qaytish imkonim bo'ladi. Sizni Shengtian guruhiga janob Liu shaxsan o'zi olib kelmaganmidi? Nega uni so'ramayapsiz? Juda ko'p gapirar ekansan. Senga aytyapman. Meni Shengtianga qaytishim faqat janob Yega bog'liq. U bor yo'g'i qora ishchi. Nahotki shunchalar ta'siri kuchli bo'lsa? Uni qudrati tasavvurimizdan ham yuqori. Gapirishni bas qil. Nima? Nima dedingiz? Gapirib bo'ldinglarmi? Uchrashuvim bor. Yo'lni to'smanglar. Qani. Qo'y, sizga yo'lvaraman. Meni Shengtianga qaytaring, sizga qul bo'lib xizmat qilaman. Keldingmi? Ketdik. Bu kechki ovqatga seni ancha kutdim. Shunchaki kechki ovqat-ku, buncha shoshilyapsiz. Singlim bilan to'qnash kelib qolishingdan qo'rqaman. Agar ko'rishib qolsang, yana ustingdan kulib jahlingni chiqaradi. Yaxshisi vaqtliroq ketamiz. Xavotir olma. U hozir ancha yuvosh tortib qolgan bo'lsa kerak. Bukurni go'r tuzatadi, lekin nega to'satdan bunaqa deyapsan? Hayronman. Uni ko'rganingda bilasan. Janob Ye, siz opam bilan uchrashuvga ketyapsizmi? Istirohat bog'iga bormoqchimisizlar yoki restorangami? Jensen, sen nega birdaniga boshqa odamga aylanib qolding? Yefanni yomon ko'rarding-ku? Opa, nega unaqa deysiz? Odam ulg'ayadi-ku, baribir. Ha, ulg'ayadi. Ko'rdingmi? Men senga aytgandim. Aql bovar qilmaydi-ya. Unga nima qilding o'zi? Nimalar deyapsiz? Biz hech nima qilmadik. Janobga bilan munosabatlarimiz top-toza va beg'ubor. Ha, shunaqa. Janobiya, Jen xonim bilan ovqatlangani ketyapsizmi? Men mehmon qilaman. Sizlarga joy band qilib beraymi? Maylimi? Ularga nima qilding? Nega birdaniga senga bo'lgan adovatlari butunlay yo'q bo'lib qoldi? Ko'zingga qum kirdimi? Hech qisi yo'q. Men hojatxonaga borib kelay. Men ham hojatxonaga boraman. Lekin u yerda faqat bitta hojatxona bor-ku. Biror gaping bormi? Yo'qmisiz? Majburlab ayttirmoqchimisiz? Aslida menga anchadan beri yoqasiz. Yefan
telefon qo'ng'iroq qilyapti. Biror falokat bo'ldimikin? Jen Sunsan, janob Ye bilan o'rtangizda qandaydir sir bormi? Men eshitishim mumkin emasmi? Yo'q, biz u bilan shunchaki do'stmiz. Qanaqa sir bo'lsin? Unda keling, eshitamiz. Maylimi? Menga Linhay umuman yo'qmi edi? Siz undan 100 chandon yaxshisiz. U xunuk va kallavaram. Aslida men ham opamdan qolishmayman. Keyingisi bo'lishga ham qarshi emasman. Balki o'ylab ko'rarsiz. Nima deysiz? Hamma eshitdim. Men ketdim. Hamma? Kim u hamma? Umuman pastkash ekansan. Umuman pastkash ekansan-ku. Nima qilyapsiz? Nega birdan jahlingiz chiqib ketdi? Hozirgina janob Yega nima deding? Biz hammasini eshitdik. Nima? Bu xonaning ovoz o'tkazmaslik xususiyati shunchalar yomonmi? Ha, yomon. Nima? Biror boshqa izohing yo'qmi? Nimani izohlayman? Ha, menga Yefan yoqadi. Sendek omadsiz kimga ham yoqardi? Shintan guruhiga zo'rg'a kirding deb o'ylasam, birinchi kuniyoq ishdan haydalibsan. Ahmoq. Senga o'lib turganim yo'q. Agar opang Jen Suyan-Suyanga yaqinlashishni istamaganimda. Nima deding? Mard bo'lsang, qani yana bir marta Rostni aytyapman, qaytaraman. Qaytar deyapman. Sen manfaatparastsan, laganbardorsan. Senga olib bergan taqinchoqlarimni qaytar deyapman. Qaytar deyapman. Menga shunday munosabatda bo'lasanmi hali? Tortishishimizdan ma'no bormi? Yefan yana foyda ko'rdi. Bizga nima qoldi? Har safar ahvolimiz battar bo'lyapti. To'g'ri. Yefanga suyanib ko'tarilish befoyda. Janob Lyuga sadoqat bilan ergashishimiz kerak. Lekin janob Lyu hozir Yefanga hech narsa qila olmayapti. Janob Lyuning ortida otasi turibdi. Uning otasi Shintan guruhining ikkinchi aksiyadori. Yefanning homiysi qanchalar kuchli bo'lmasin, Shintan guruhining ikkinchi aksiyadoridan kuchliroq bo'la olarmidi? Aqllisan-da. Ketdik, janob Lyuning oldiga boramiz. Janob Lyu, Sen yaramas. Yana kelishga hadding sig'dimi? Meni shunchalar rasvo qilganing yetmadimi? janob Lyu, jahlingiz chiqmasin. Menda sizni muammodan qutqarish yo'li bor. Yefan haligi Men oldimda bu nomni tilga olma. Bo'lmasa o'zingdan ko'r. janob Lyu, hozir u sizning eng katta muammoyingizga aylanib bo'ldi. Agar shunday qoldirsangiz, katta xonim qaytganida Shintan guruhidagi hamma narsangizdan ayrilib qolishingiz mumkin. Janob Lyu, otangiz Shintan guruhining ikkinchi aksiyadori. Agar u bizga yordam berishga rozi bo'lsa, bitta Yefanni yo'q qilish xamirdan qil so'rgandek gap. Lekin hozir hatto Shintanning bosh menejeri Fan Yushang ham Yefanning yonini olyapti. Birgina rais Lyu bilan ularga qarshi turish qiyin bo'lsa kerak. U Yefan bilan til biriktirgan. Ularning qandaydir yashirin sirlari borligi aniq. Biz haqmiz. Ulardan nimaga qo'rqamiz? To'g'ri, janob Lyu haq. Menejerning g'arazli maqsadlarini hamma biladi. Aytishlaricha katta xonim yaqinda qaytargan. Bu haqda hisobot berishimiz bilan ular jazosini oladi albatta. Ha, ikkinchi xonimning ziyofati ham o'tkaziladi. U yerga buyuk Sianning barcha aslzodalari taklif qilinadi. Bu Yefan va uning sheriklarini fosh qilish, niqoblarini yirtib tashlash uchun eng zo'r imkoniyat. Ha, o'shanda Yefanga aloqador hamma katta va ikkinchi xonimlar tomonidan yo'q qilinadi. Bizning janob Lyu esa Shintan guruhining erkatoyiga aylanadi. Biz ham u bilan birga yuksalamiz. Ishonchim komil. Shuning uchun hozir eng muhimi rais Lyudan aralashishini va Yefanni jilovlab turishini so'rash. Shunda hammasi silliq kechadi. Mana meni aytdi deysiz. Men hozirroq otamning oldiga boraman. Dada, bir sassiq g'ish tashuvchi sizdek ikkinchi aksiyador mavqeiga tahdid qilishga yo'l qo'ymasligingiz kerak. Arzimas foyda ko'rgan bir sassiq g'ish tashuvchi xolos. U qanchalar shafqatsiz yoki kuchli bo'lmasin, toki tomirida Ye oilasining qoni oqmas ekan, men uchun u hech kim emas. Shunday-ku ya, lekin dada, u Shintan guruhida o'g'lingizdan o'zib ketdi. Chunki sen g'irt ahmoqsan. Dada. Shoshma. Ye oilasining vorisi yo'q. Agar kamroq ahmoqlik qilsang, seni Shintan vorisligiga ko'rsatishimga kafolat beraman. Dada,
jiddiy aytyapsizmi? Direktor Liu Shintian guruhining ikkinchi aksiyadori. Albatta bunga qurbi yetadi. Janob Liu, siz xavotir olmang. Unda endi sizni prezident Liu deb chaqirishimiz kerak ekanda. Qayodagi Shoujoy filiali prezidenti He Tsun sizga buyruq berishga jur'at etadi-ya. Buning uchun qasos olishimiz kerak. To'g'ri yo'l. Cho'qqiga chiqqanimdan keyin bir vaqtlar Yefanga yordam berganlarning hammasi buning uchun tovon to'laydi. Kichik janob, shaxsingizni yashirgan holda bir necha kun ichida loyiha rahbari bo'lib olasiz deb o'ylamagandim. Endi maxsus inspektor hamsiz. Kelajakda guruh sizga o'tsa hammaning ko'ngli xotirjam Bir bo'ladi. o'zim uddalay olmasdim, bu jamoaviy mehnat mahsuli. Juda kamtarsiz. Oshxonada allaqachon shohona dasturxon yozilgan. Balki avval ovqatlanib, keyin qurilishni ko'zdan kechirasiz. Oshxonaga borib bering, men bormayman. Yaxshi, unda men ketdim. Ha. Bu Shengchani kichik janobi Yefan emasmi? Qani, tuxumdan ye. Nega sen buyuk Shenkanning kichik janobi qurilishda g'isht tashigani kelding? Qanaqasiga Shengchan kichik janobi bo'lsin? Basharasini qarang. Agar u xo'jayin bo'lsa, men bu ko'rinishim bilan kamida valiahd shahzoda bo'lishim kerak edi. Butun boshli Shengchanga buyruq beradigan haligi Shengchan oltin kartasi-chi? Ishlamadimi? Seni qurilishga kelishga majbur qildimi? Bugun bu yerga shunchaki tekshiruvga keldim. Yana rolga kirishdi. Tekshiruv emish. G'isht tashimasang qurilishda nima qilasan? Qorning ochdan buralib qoldimi? Qurilishda bir kun ishlab, qorningni to'yg'azmoqchimisan? Suv oilasining oliyjanob ichkiyovi nima bo'ldi? Yegani ovqating ham qolmadimi deyman. Qanaski bu suv oilasining ichkiyovi bo'lsin. Ular bu masxaraboz oyog'iga tushov bo'layotganini tushunib, allaqachon uydan haydab solishgan. U hozir ko'chada hamma toshbo'ron qiladigan kalamushga aylangan. Bundan buyon xom xayollarni yig'ishtir. Mening qo'l ostimda ishlab g'isht tashi. Kuniga 20 yuan beraman. Ochdan o'lmaysan. O'ylab ko'r. Sizlar hali ham o'zgarmabsizlar. Hali ham g'iybat qilishni yaxshi ko'rasiz. Nima? Yaxshi yashayotganimga hasadingiz kelyapti. Senga hasad qilamizmi? Xotining xiyonat qilganigami yoki ishing yo'qligidan ovqat izlab chiqindi tiqayotganingami? Yefan, senga ovqat olib keldim. Nega yana budda devorida oshda tavaman? Bunga o'rganmaganman. Unda nima xohlaysan? Opang pishirib beradi. Men somonchi qilib to'g'ralgan kartoshkani, qovurilgan kartoshkani yaxshi ko'raman. Xo'p. Hammasini pishirib beraman, lekin buguncha shuni yeb turgan, xo'pmi? Mayli. Yaxshilab yegin. Bo'pti, men ketdim. Yefan, sohib jamol kiming bo'ladi? Senga shuncha mazali narsalar olib keldi. Bizning oldimizda rol o'ynash uchun yollagan aktrisa emasmi? Sizlar bilan rol o'ynash menga zarur ketdi. Buyuk Shanning super yulduzi kino qirolichasi Ye Shuangxue emasmi? U Yefani qayerdan taniydi? Bilaman. Sen bunday taomlarni yoqtirmaysan. Sen uchun ataylab qovoq piri olib keldim. Meni faqat shu opam tushunadi-da. Aqlli bola, yaxshilab yegin. Ishlarimni tugatib, keyin seni munosib taqdirlayman. Xo'p, rahmat opa. Yefan, nega bu ikki go'zal senga bunchalar g'amxo'rlik qilyapti? Yefan, bundan keyin mening qurilishimda yaxshilab ishlaysan, lekin evaziga sen menga anavi ikki ayolning telefon raqamini berasan. Xo'pmi? O'zing hech oynaga qaraganmisan? Ularga gap ochishga arziyman deb o'ylaysanmi? Nimalar deyapsan? Meni qurilishimda tekinga yeb ichib, yana tiling chiqib qoldimi? Men Nima to'polon? Nima bo'ldi? xo'jayin, keldingizmi? Bu yigit g'isht tashmasdan bu yerda tekinxo'rlik qilib yuribdi. Biz uni tarbiyalayapmiz. Senmisan? Bular seni ishchilaringmi? Jan oilasi sening yordaming bilan tiklanib oldi. Ko'plab tijorat buyumlarini oldik, lekin ishchi kuchi yetishmayapti. Bularni tashqaridan yollaganman.
Ishi chakki emas, lekin og'zi juda shaloq. Hoy, Yefan, xo'jayinimiz oldida bizni haqorat qilganing nimasi? Ha, xo'jayin sendek landovorning yonini oladi deb o'ylayapsanmi? Qo'y, tilingizni tiying. Janob Ye meni faxrli mehmonim, sizlar esa shunchaki ishchisizlar. Yana janob Yeni xafa qilsangiz, narsalaringizni yig'ing-da bu yerdan daf bo'ling. Qani ishga jo'ranglar. Ishdan haydalishni kutyapsizmi? Ketdik. Bu bolakaning qanday sehri bor ekan? Nega hamma go'sal ayollar unga yordam berishga tayyor? Yefan, bugun Shensan guruhi loyiha direktorini yubordi. Men u bilan uchrashishim kerak. Senga hamrohlik qila olmayman. Mayli. Janob He, nega yolg'izsiz? Loyiha direktori qani? Qayerga ketdi? Siz direktor bilan ko'rishib bo'lmadingizmi? Hoy, seni darajang Nima? Qachon? direktor hozirgina hamma joyni ko'zdan kechirdi va ishingizdan mamnun bo'ldi. U ketib bo'ldi. Menga afsus. Janob direktorni tuzukroq kutib olmadim ham. Hech qisi yo'q. Hali tez ko'rishib turasizlar. Nima? Menimcha siz qaytib loyiha materiallarini tayyorlashingiz mumkin. Keyin men ularni kompaniyaga olib boraman. Direktor ko'rib chiqadi. Xo'p bo'ladi. Janob He, u direktorning ismi nima, ko'rinishi qanaqa o'zi? Buni senga nima aloqasi bor? Menda shoshilinch ish bor, hisobot berishim kerak. Bizning xo'jayin Chen Xuan mana bu yuk tashuvchi bilan til biriktirib olgan. Menimcha ularning loyihaga zarar yetkazadigan sirlari bor. Men direktor bilan ko'rishib, bu haqda xabar qilmoqchiman. Hisobot berishni shunchalar xohlayotgan ekansan, to'g'ridan-to'g'ri o'ziga aytaver. U kim bo'ptiki, men unga hisobot beraman. U sen izlayotgan loyiha direktori bo'ladi. Bu qanaqasiga? U shunchaki eng past tabaqadagi g'isht tashuvchi-ku. Oldin shunaqa edi, hozir emas. Shenjan guruhi kadrlar bo'limi rahbari va qurilish bo'limi direktori nahotki Men ablahman. Bo'ldi, yetar. Ko'proq kamtar bo'l, bildingmi? Shuni o'zi yetarli. Bundan keyin yashashga. Siz endi guruhning rahbarisiz. Ishga mopedda qatnashni oqlay, balki guruhning avtosaloniga borib biror mashina tanlarsiz. Tanlasangiz men to'lovni qilaman. Bajonidil roziman. To'xta. Nima gap? Yana nima gap deb so'rayapsanmi? Bu Shoujoudagi eng elit avtosalon. Eng arzon mashina ham 80 ming turadi. Sen esa shaldiroq mopedda kirib kelyapsan. Nimasi bu? Tashqarida to'xtash mumkin emas ekan, kirishga majbur bo'ldim. Men mashina sotib olgani keldim. Nima? Mashina olgani? Shu g'arib ahvolingdami? Mashina olishga qurbing yetadimi? O'zi qo'rqamanki, bu yerga chiqindi tergani kelgansan. Ehtimol yoki bizda tekinga choy ichib ketmoqchidir, a? Nega hamma odamga kiyimiga qarab baho beradi? Agar kiyimim sal eskiroq bo'lsa, demak mashina ola olmayman. O'zingni boyvachcha qilib ko'rsatish uchun ataylab juldur kiyim kiyib, hammani chalg'itmoqchi bo'lgan muhim shaxs deb o'ylayapsanmi? Bunaqasi ham bo'lib turadi. Ha, uyat bormi senda? Shunaqangi safsatani to'qib chiqargani uyalmaysanmi? Ishim ko'p, senlarga vaqt sarflamayman. Menejerni chaqiring, men mashina sotib olaman. Qani bo'la qoling. Hoy, to'xta. Qo'yib yuboring, kirsin. Janob menejer, axir u qora ishchi-ku. Senga qo'yib yubor dedim. Kiraversin. Ana ko'rdingizmi? Mashina olgani keldim dedim-ku. So'kish eshitmaguncha ishonmadinglar. Ikkalang ham kalla varamsan. Shu yerda shovqin ko'tarib, muhim mijozlarimga xalaqit beryapsan. Mayli, bu qashshoq kirsin, tomosha qilsin, havas qonsin, keyin o'zi chiqib ketadi. Oy, sassiq qora ishchi, mashinalarimizni qo'ling bilan ushlama. Bilasanmi, to'lay olmaysan. Bu mashina saloningizdagi eng qimmat va eng zo'rmi? Bu mashina kelganiga 5 yil bo'ldi. Hali hech kim pulini to'lab sotib olgani yo'q. Mayli. Shuni olaman. Nima?
Sen iflos ishchi, aqalli arzimas qismini to'lashga qurbing yetadimi? Mijoz muhim shaxs. Agar mijozlarga shunday muomala qilsanglar, keyin kim kelib avtosaloningizdan mashina sotib oladi? Mashina olgani kelganlarga albatta xushmuomala bo'lamiz, lekin senga o'xshagan qashshoqni haydab solmaganiga rahmat degan. O'zingni oynada ko'rganmisan? Kimsan o'zing? Bo'ldi, yetar. Sizlar bilan tortishishga vaqtim yo'q. Hozirroq mashinani oching, haydab ko'raman. Agar yoqsa sotib olaman. Ko'rgazmadagi mashinaga iflos qo'llaringni tekkazma. To'lay olmaysan. Shuni bilasanmi? Mashina sotib olmoqchiman dedim, ishonmadinglar, nima ham qila olardim? Yo'qol. Bu mashina allaqachon band qilingan. Lekin birinchi kelganga xizmat ko'rsatiladi degan qoida bor-ku. Men birinchi keldim. Agar 70 million to'lay olsang, o'shanda bu qoidani tan olaman. Bu 70 millionni men to'lamayman. Meni o'rnimga boshqa odam to'laydi. Yo. Alo, Hedzun, men mashina tanlab bo'ldim. Yetib kel. Nima? Bu Shengchang guruhi Shoujo filiali bosh direktori janob Hedzunmi? Ha, xuddi o'zi. Sen sassiq ishchi rostdan ham rol o'ynashni bilarkansan, lekin bu yerdagi qo'riqchilar seni bir daqiqa ham kutmaydi. Qo'riqchilar! Uni tashqariga uloqtiringlar. Hoy. Sen notavon qora ishchi uchun nega endi 100 millionlab boylikka ega tadbirkor sen uchun pul to'lash kerak ekan? O'zingcha ko'p orzu qilib yuboribsan. Kim jur'at etarkin ko'ramiz. Nahotki bu ish rostdan ham bir qo'ng'iroq bilan janob Xni chaqirgan bo'lsa, bo'lishi mumkin emas. Janob X avtosalonga rejali tekshiruv bilan kelgan bo'lsa kerak. Janob X, tashrif buyurishingizni bilmagan edik, munosib kutib ololmadik. Ma'zur tutasiz. Shoujo'dagi eng yirik avtosalon menejeri bo'la turib, mijoz jalb qilish o'rniga salonda shovqin suron ko'taryapsizmi? Bu nima bezorlik? Hozirgina bir yo'lovchi kirib olib, salonda janjal qildi, hoziroq chiqib ketadi. Shunaqami? Shengtian avtosalonida kim janjal ko'tarishga jur'at etganini ko'rmoqchiman. Hedzun! Tez qo'yib yuboringlar. Bu o'sha ishchi iflos qo'llar bilan ko'rgazmadagi mashinalarimizni ushladi. Yana pulni ham to'lamadi. Ustiga ustak mashinani sotib olib, pulini sizga to'latishni aytdi. Juda haddidan oshib ketdi. Yaxshi. Unda sendan so'rayman, guruh avtosalonlar uchun belgilangan birinchi qoida nima? Mijoz muhim emas. Biz hammaga teng munosabatda bo'lishimiz kerak. Yaxshi. Birinchi qoida buzildi. Bu salonning barcha xodimlari attestatsiyadan o'tmadi. Barcha xodimlar ishdan bo'shatildi. Axir u shunchaki ishchi-ku. Bu yerga mopedda janjal qilgani keldi. Umuman mashina sotib olishga qurbi yetmaydi. Nega uni hurmat qilishimiz kerak? Janob Ye guruh uchun kim ekanligini bilasanmi? Yana shunday xulosa chiqarishga hadding sig'yaptimi? Yana bir odamlarga past nazar bilan qaraydigan maxluq. Yana qandaydir maqomi bormi? U Shengchang guruhining oliy rahbariyatidan, kadrlar bo'limi rahbari va qurilish bo'limi direktori janob Ye Fan. Nima? Tarixiy rekord o'rnatgan o'sha janob Ye shumi? Sizlarni ezib kuchlilardan qo'rqasanlar. Kasb etikasi yo'q. Endi nima deysan? U hali ham bu mashinani sotib ola olmaydi deb o'ylaysanmi? Ola biladi. Janob Ye, ko'zim ko'r ekan, sizdek odamni tanimabman. Kattalar kichiklarning xatosini kechiradi, meni kechir. Shengchang guruhi qadriyatlariga mutlaqo zid. Janob Ye, yo'qolinglar. Iltimos meni ishdan bo'shatmang. Oilam mening maoshimga qarab qolgan. Janob Ye yo'qol dedi. Eshitmadingmi? Janob Yega qo'l ko'tarishga jur'at etyapsanmi? Yo'qol. Meni urishga majbur qilma. Janob Ye, siz tanlagan mashina shumi? Hozirroq odam yuborib olib borib beraman. Ha, yo'q, keragi yo'q. Shunchaki tekshiruv bilan kelgandim. Menga baribir o'zimni skuterimda yurish qulayroq. Yaxshi. Oq yo'l janob Ye. Yaxshi boring. Fan Yushan, sen Shengchang Xuan, xohlasang seni millionlik mashinamda uyingga tashlab qo'yaman. Mazza qilib aylanasan. Keragi yo'q. Meni olib ketishadi. Qaysi boyvachcha bizning Xuanga xaridor bo'lyapti ekan? Xuan. Nihoyat kelding. Bu kim? Xuan, shu skuterdagi qashshoqni kutayotganmiding? Nima? Biror muammo bormi? Sen mashhur go'zalsan-ku. Oshiqlaring bu yerdan Fransiyagacha yetadi. Hammasi 100 millionlab puli bor kelishgan boyvachchalar. Sen hammasini rad etib, nahotki oxiri shu pakana qashshoqni tanladingmi? Men uchun Yefan dunyodagi eng yaxshi erkak. Sendan va ulardan 10,000 marta yaxshiroq. Mendan 10,000 marta yaxshiroq? Bu ukaxonning hatto ish ham yo'qdir.
Kechirasiz janob. Balki sizni xafa qilarman, lekin meni ishim bor. Qaysi chiqindixonada chiqindi yig'asan yoki qaysi qurilishda g'isht tashiysan? Kamina Shengtan guruhida kamtarona bo'lim boshlig'i bo'lib ishlaydi. Ey bolakay, yolg'on gapirganda qizarsan-chi. Shengtan guruhida ishlasa, hatto oddiy qo'riqchi bo'lsa ham oyligi 100 mingdan boshlanadi. Ular BMW yu Mercedeslarda yurishadi. Sen esa shaldroq skuterda yurib, Shengtan guruhida ishlayman deyapsanmi? Aytgancha, menga o'sha hashamatli mashinalar rostdan ham yoqmaydi. Menga o'zimni kichkina skuterim yoqadi. Bo'ldi qil. Agar avtosalonga kirib, qimmat mashina sotib ololmasang, bir kuni mashinamni almashtirayotganimda seni tomosha qilgani olib kelaman. Yo'q, kerak yo'q. Agar mashina kerak bo'lsa, menga istalgan vaqtda sovg'a qilishadi. Janob ye, bu mashina sizga yoqdimi? Sen birovni baxtiga Aytdim-ku, bu mashinalar menga yoqmaydi. Tor ko'chalarda yurishga o'zimni skuterim qulayroqda. Nega Shengtan avtosaloni menejeri unga mashina sovg'a qilyapti? Nahotki u qandaydir muhim shaxs bo'lsa? Chen Xuan. Sen yigiting aslida kim? U juda ham sirli. Uni kimligini bilmayman. Bilganim shuki, u yuk tashuvchi bo'lgan. Janob ye, avval bir ko'ring, rad etishga ulgurasiz. O'tinaman, menga bir imkoniyat bering. Aytdim-ku, meni bu qimmat mashinalar qiziqtirmaydi. Tezroq qoch yo'ldan. Chiqishimga xalal beryapsan. Bu Qani o'tir. Janob ye, agar salonda noldan boshlashga ruxsat bersangiz mayli, hatto sotuvchi lavozimida bo'lsa ham men roziman. Mayli, senga bir imkoniyat beraman. Bundan keyin xatolarni takrorlama. Takrorlasang butunlay haydalasan. Rahmat janob ye. Nima? Agar u Shengtan avtosaloni menejerining qolish-qolmasligini hal qila olsa, demak u Shengtan guruhidagi maqomi oliy darajadagi rahbariyatdan past emas. Janob ye, men ortiqcha gapirib yuboribman. O'zimni o'zim jazolayman. Meni yo'q deb hisoblang. Bo'ldi. Qoch. Chuan. Buzilib qoldi. Qaraychi. Janob ye, siz bilan do'stlashsam bo'ladimi? Men shunchaki oddiy odam bo'lsam, sizlardek qimmat mashina mingan janoblarga teng kelmayman-da. Janob ye, unaqa demang. Men ahmoqlik qildim. Bo'ldi, Chuan. Skuter buzildi, piyoda ketamiz. Xo'p, janob ye, qayerga borasiz? Men tashlab qo'yaman. Men tashlab qo'yamasin, janob ye. Hey, men olib boraman. Men tashlab qo'yaman. Men olib boraman. Yetar, keragi yo'q, bizni kutib olishyapti. Janob ye, Chen xonim, marhamat, mashina ko'taring. Uni Shujo filiali prezidentining shaxsan o'zi kutib olyapti. Bu odam shunchaki Shengtan rahbariyatidan kattaroq kimsa ekani aniq. Qani, tuxumdan ye. Shengtan guruhi. Bu aktivlari yuzlab minglarga teng bo'lgan buyuk Xianing yetakchi korxonasi. Ular bilan hamkorlik qilishni orzu ham qilmagandim. Kelajakda Shengtan guruhi bilan hamkorlik qilish uchun senda ko'p imkoniyat bo'ladi. Rostdanmi? Nega unday deysan? Senga yordam berayotgan o'sha mas'ul shaxs shunday dedi. Ajoyib-ku. Aftidan Jen oilasi nafaqat inqirozdan qutuladi, balki yuksaladi ham. Yefan, hammasi seni aloqalaring tufayli bo'ldi. Bo'lmasa Jen oilasi allaqachon bankrot bo'larmidi? Bularni bari seni mehnating samarasi. Men shunchaki vaziyatdan foydalanib yordam berib yubordim xolos. Yefan, sen juda ham yaxshisan. Meni o'sha mas'ul shaxs bilan tanishtirib qo'ya olasanmi? Uni ovqatga taklif qilmoqchiman. Albatta. Bu kechki ovqat haqini to'lasang, o'sha mas'ul shaxsni mehmon qilgan hisoblanasan. Sen aytayotgan o'sha mas'ul shaxs menman. Yefan, hazillashma. Uni rostdan ham ko'rmoqchiman. O'shanda u kuchliroq jinsinni emas, meni tanladi. Bu men uchun katta imkoniyat. Chindan ham bu yaxshiligi uchun unga minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Nima? O'zingni unga bag'ishlamoqchimisan? Yo'q. Ey sodda qiz, biz har kuni ishga birga boramiz. Sen haligacha kimligimni bilmaysan-a? Mumkinmi yoki yo'qmi? Albatta mumkin. Lekin u odamni taklif qilish qiyin. Hatto Fan Yushan ham uni chaqira olmaydi. Uni umuman chaqira olmas ekansan-da. Lekin hech qisi yo'q.
Ikkinchi xonim yaqinda ziyofat uyushtiradi. U ham o'sha yerda bo'ladi. O'shanda seni tanishtirib qo'yishim mumkin bo'ladi. Ikkinchi xonim tashkil etadigan ziyofatga bora olamanmi?